o'zi rostdan bilmaydi hech narsani. Hech narsani bilmaydi, tushunmaydi nimani yozayotganligini. Shu eshitib olgan, o'qib olgan, uni siz ham bilasiz. Kasalxonadagi bunaqa baland narxlarni umuman asosi yo'q, hech qanday. Bechorani shiydon qilib shilib olishlik bor budini. Juda harom narsa. Kasalmand insonni kasalini suiiste'mol qilishlik, foydalanishlik bu juda eng badbaxtlik pastkashlik. Bu haligi nomi chiqqan bir balomet deganlari bular 1,5 million 2 milliondan kelishadi. Analizni o'zi tegishli tashkilotlardan men iltimosim shu. Iltimos chora ko'ringlar. Bitta tekshirilsin. Har qanaqa UZI, echo, MCKT degan narsalarni 50 mingdan ko'p qilish kerak emas. Mumkin emas bu narsa. Men sanatoriyada yotardim. Turon degan sanatoriyada yotardim. Zo'r bitta vrach bor edi. Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi u odam avariya bo'lib. Juda zo'r odam edi. Men yaxshi ko'rardim shu vrachni. Nimaga deng? Meni hurmat qilardi juda ham. Borsam har yil yotib turardim. Borganimdan keyin meni Bobur aka deyman-ku, Bobur aka deydi, o'zi yoshi katta odam. Yotibsiz bu safar ham. Ha, o'zim qarayman ekanda sizni bo'limingizga. Ha, o'zingiz qaraysiz yaxshi bo'ldi aka. Nima yozib beraylik? Men kasalligim masalan yurak tomonidan kasal bo'lishim mumkin, buyrak tomonidan kasal bo'lishim mumkin. Biladi-ku, aytilgan bo'ladi-ku, falon kasallik bo'yicha yotdi deb. Turon menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Kardiologiya tarafdan bo'lsa kerak Turon sanatoriyasi. Hali siz mendan nimaga so'rayapsiz? Aka degan odam yo'q. Lekin menga u gapi yoqadi. Chunki men aytgan narsani yozib beradi-ku. Menga har kuni basseyn yozib bering, menga har kuni vanna yozib bering, menga har kuni darsenval yozib bering desa, hammasini yozib beradi. Endi u haligi ko'ngilchang vrachlarimizdan-da, lekin shundaylari ham bor. O'zi rostdan bilmaydi hech narsani. Hech narsani bilmaydi, tushunmaydi nimani yozayotganligini. Shu eshitib olgan, o'qib olgan, uni siz ham bilasiz. Siz ham o'qigan, siz ham eshitgan bo'lishingiz mumkin. O'sha eshitib olgan, o'qib olgan narsasini yozadi. Aslida nimani yozayotganini bilmaydi-da. Xo'p, xullas nima bo'lgan taqdirda ham odamlarni bo'lib ham dardmand, kasalidan shikoyat qilgan kasalmand insonni kasalini suiiste'mol qilishlik, foydalanishlik bu juda eng badbaxtlik pastkashlikdir. Va foydalanganda ham necha barobar qilib foydalanishlik, bechorani qarzga botirishlik, bechorani shiydon qilib shilib olishlik bor budini. Bu juda harom narsa. Bu ishlar hammasi bilib olinglar, davlatga ham minus bo'ladigan narsa, tegishli joylarga ham minus bo'ladigan narsa. Shuni kim qilib beryapti? Mana shu klinika rahbarlari qilib beryapti. O'sha oq xalatli ba'zi bir jaldotlar qilib beryapti bu narsani. Shuning uchun men tegishli tashkilotlardan iltimos qilgan bo'lardim. Bu butun xalqni, millatni menimcha orzusi, dardi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana shunaqa narsalar yechish mumkin bo'lgan narsa-da. Masalanda svet qimmat bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan sotib olinadi, o'shaning uchun deyishingiz mumkin. Aytgandek radar bo'ladigan bo'lsa, buni foydasi bo'ladi. Lekin klinikadagi bunaqa narxlarni, umuman kasalxonadagi bunaqa baland narxlarni umuman asosi yo'q, hech qanday. Masalan, o'sha 1 million yozib bergan, analiz yozib bergan bo'lsa, o'sha 1 millionga o'sha analizni olgan xodimlar bo'ladi-yu endi, masalan, qon olib qo'yadi, o'zi yig'ib qo'yadi. O'shalarni hammasini olganingizda o'sha 1 milliondan 100 ming xarajat bo'lmaydi. O'sha apparatning ishlashi bor buning ichida. Unga ketadigan xomashyosi bor, doktori bor, hali qaraydigani bor. O'sha hammasini hisoblasangiz 100 mingga aylanmaydi. Bitta odamlik xarajati. Lekin ular eng kami 1 million. Men eng haligi arzon joylarni aytyapman. Hali ko'zga ko'rinmagan klinikalar odam chaqirish uchun arzonroq qiladiganlarini aytyapman. Bo'lmasa ham haligi nomi chiqqan bir balomet deganlari bular 1,5 million 2 milliondan kelishadi. Analizni o'zi endi hali MCKT, MRT degan narsalari 500 ming, 600 mingdan. Bular nima uchun? Bu shunday apparatga qo'yasan chiqadigan narsa-ku bu. U apparatga qo'yib chiqargan o'sha doktorga sen 100 ming dollar bermaysan-ku oylik. 1000 dollar berarsan, 2000 dollar berarsan. O'shani bo'lib oladigan bo'lsang, bir kunda bitta klinika yo'q deganda 100 ming dollar foyda qilayotgan bo'lsa, bir kunda buni butun millatni, xalqni ulushi bor bu yerda. O'zi haqqing yo'q-ku, o'sha klinikani ochishga qurib yetgan odam, demak, necha million dollar puli bor bo'lgan millioner odam-da bu. Demak, sen nima haqqing bor shuncha pul topib turib yana xalqni ishlashga? Undan ko'ra qilib qo'yishing kerak, arzon qilib chiqar, yaxshi, zo'r bo'pti. O'sha haqiqiy bir xarajat ketadigan narsalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha 500 mingga bir narsa sotib olamiz-da biz. O'shaning uchun 1 million qilyapmiz desang, tushunarli narsa. 500 mingga bu xarajatga ketyapti ekan. 500 mingga foyda qilishyapti ekan, umumiy foyda.
shu klinikaga. Unday emasda. Bu harom bo'lib qoladi. Shunga tegishli tashkilotlardan men iltimosim shu. Iltimos chora ko'ringlar. Bitta tekshirilsin mashkin. Chunki kerak bo'lsa sog'liqni saqlash chegalari ham menimcha o'zlariga qo'yiladigan bo'lsa bu chorani ko'rmaydi. Chunki hamma joyda mana bu narsa. Klinika ochmoqchi bo'lsa ham bu rol o'ynaydi. Bitta doktor o'tirish kerak bo'lsa ham bu rol o'ynaydi. Hamma joyda shu ahvol. Bittaliga zapravkalar ochishda albatta mashin bilan hal bo'lganidek hamma narsa, bunda ham xuddi shunday narsa. Endi haliga ta'lim borasini ham indamasa ham bo'ladi. Ta'lim borasida shu ahvol. Hali ham shu ahvol. Hali ham o'sha pul bilan bitiriladi hamma narsa. Hali ham o'sha korrupsiya bor, ta'limda ham bor. Lekin baribir to'g'ri ta'limni aytamiz. Ta'lim birinchi masala. Insonni bir ongini tozalaydigan narsa. Demak, ta'lim toza bo'lishi kerak. Buni bilamiz, tushunamiz. Lekin undan ham ko'ra, ta'limdan ham ko'ra deb o'ylayman. Sog'liq masalasi birinchi o'rinda insonda. Sog'liq bo'lmasa, u ta'lim ham ola olmaydi, yasha olmaydi. Demak, sog'liqqa e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha kasalmandlarni oldini olishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, demak, bu yerda qimmatligi uchun eplolmayapti, boshqa joylarga ketib yana pul sarflab, bu yerdagi pul chiqib ketmasligini oldini olishlik uchun klinikalarni arzon qilib qo'yish kerak. Masalan, mening taklifim shundayki, UZI har qanaqa UZI, EXO, MSKT degan narsalarni 50 mingdan ko'p qilish kerak emas. Mumkin emas bu narsa. 100 ming ham ko'p bo'ladi-da. 100 mingga ham chida olmaydi odamlar, qiynaladi. Chunki 5 million oylik oladigan odam masalan rasa olsa, 5 million oladigan. Uni masalan UZIga u bitta UZI agar 100 mingdan bo'ladigan bo'lsa, 5-6 xil narsa oladigan bo'lsa, bari 5-600 ming bo'lib ketyapti-da. 10% ni ishlatib olish qiyin bo'ladi oyligini bor. Bitta o'zi emas keyin. Oilasi kasal bo'lishi bor, boshqa bor. O'shaning uchun buni o'ylab chiqilsa bo'ladigan va juda oson hal bo'ladigan narsa. To'g'ri, bu sog'liqni saqlashga umuman yoqmaydi bu gaplar. Chunki ularni qanaqadir biznes manbai to'silib qolishi mumkin. Lekin shunaqa bo'lsa ham xalqni o'ylaylik, xalqqa yordam beraylik. Chunki hamma narsa alhamdulillah juda zo'r ketyapti. Hamma narsa o'zini qonun qoidasi bilan rasoladagidek ketayotgan bir paytda mana bunaqa bir ikkita mayda ishlab, asli mayda ko'ringani bilan lekin insonni qonini so'rib oladigan narsalar bu hukumatni ham, davlatni ham va mas'ul shaxslarni ham nomini xunuk ko'rsatib qo'yadi. Masalan, men bu narsani xohlamayman. Masalan, men davlatni xunuk ko'rsatib qo'yishligiga qarshiman. Chunki juda go'zal ishlar bo'lyapti-da, lekin bitta o'sha jig'ildonini to'yg'izish, cho'ntagini to'ldirish maqsadida yurgan bir ikkita nokaslarni deb turib, butun boshli bir davlat xunuk ko'rinishligi, yomon otligi bo'lishligi, mana qimmatchilik yoki mana qanaqa narsa degan narsa bo'lishligi, ya'ni u davolana olmasdan o'lib ketdi degan narsalar bo'lishligi bu masalan men uchun ham minus bu. Mana shu davlatda yashab, shuni bir havosidan nafas olib tuzini totayotgan ekanman. Demak, men o'zim yashab turgan joy, xuddi o'zim tug'ilgan vatanimga, davlatimga, hukumatimga qanday dog' tushishini xohlamasam, qanday uni qo'limdan kelgancha himoya qilsam, o'zim yashab turgan joyni ham u xayr bo'lishidan qat'iy nazar tish tirnog'im bilan turib himoya qilaman. Demak, unga dog' tushishini oldini olishga harakat qilaman va bu narsaga boshqalarni ham chaqirib qolaman. Bundan menimcha tegishli tashkilotlar, ba'zi bir mas'ul xodimlar, ayniqsa mana shunday xususiy klinikani boyvachcha rahbarlari to'g'ri xulosa chiqarishadi degan umiddaman.